Siz uchun oshxonadagi eng yaxshi to'p yo'q. Hot-dog. Да. Скажу assalomu alaykum. Сегодня Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabalari bilan qiziqarli savol-javob o'tkazamiz. Yomg'ir yog'sa ham, lekin kayfiyatimiz a'lo. Qani ketdik. Siz deysiz bu yog'ini. Qiziqarli интервью. Qiziqarli, что это там было? Tezkor intervью, извините, ребят, извините. У вас второй микрофон. Mikrofonni o'ynatib tashamang. Ha. Bir ritmda tutib turing va mikrofonga ham qo'ymang, xo'p? Assalomu alaykum. To'qilsizmi? Birinchi bo'lib bilavlar. Uni javob berishni xohlamadilar. Javob bermaysa? Javob bermas ekanlar. Mayli, hamma qochib ketyapti bizdan. Mana intervyu olmoqchi bo'lganlar. Keting. Javob bermas ekanlar bular. Kelajakda Xudo xohlasa bizning talabamiz bo'ladilar. Nimadir deng? Hozir ko'rdingiz. Keyingi safar ko'rishamiz.